Assalomu alaykum. Valbers haqida va Valbersda qanaqa aynan ishlab chiqaruvchilar yaxshi daromad qilish mumkinligi va biz ularga qanaqa yordam berishimiz mumkinligi haqida tayyorlagan YouTube uchun videomiz. Qaranglar, bu videoda 4 minut 5 minut определенный narsani tushuntiramiz. Umumiy ma'noda, lekin prям tonki momentlarni tushuntirib berish uchun bunaqa 3 minut 4 minutlik videolar yetmaydi. Shuning uchun обязательно biz kontaktlarimizni qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Bu videoda Valbers nimaligini tushunib biladigan odamlar va ishlab chiqaruvchilar uchun yaxshi, foydali bo'ladigan informatsiyani aytamiz. Ulardan eng birinchisi, nima uchun O'zbekistondagi, Qirg'izistondagi ishlab chiqaruvchilar o'zini mahsulotlarini Valbersda sotishligi juda ham qattiq qiziqib qoldi. Shuni podrobno sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. O'zbekistondami, Qirg'izistondami, qayerda bo'lsa ham ishlab chiqarsangiz, ishlab chiqargan mahsulotingizni tan narxi $1, $2, $3 balkida $10gacha tushishligi mumkin sizga. Endi uni siz onlayn planshetka Valbers orqali o'zingizni davlatingizda turib, o'zingizni yurtingizda turib, butun O'rta Osiyoga hech qanaqa qo'shimcha sotrudniklarsiz, Rossiyada qanaqadir sklad qilmasdan, Moskvada yoki Qozog'istonda qanaqadir sklad qilmasdan Valbers orqali butun MDH davlatlariga sotishingiz mumkin. Bu birinchi plyusi. Ikkinchi plyusi, siz $1, $2, $3 sizga себестоимость tushgan narsani optoviklarga 50 sent, 30 sent yoki $1 ustiga qo'yib berishligingiz mumkin. Valbersda sotadigan bo'lsa, siz $1lik narsani $6, $7, $10, $15, $20 gacha ham sotishingiz mumkin. Определенный tovarlarni endi $20 qiyin, $6-7 o'rtacha $2lik narsangizni sotsangiz bo'ladi va buni juda ham katta ob'yomda sotsangiz bo'ladi. Masalan, deylik 50 mingta oyiga kimgadir futbolka ishlab chiqarib beradigan bo'lsangiz, optim narxida har bir futbolkaga 20 sent, 30 sentdan foyda qo'yayotgan bo'lsangiz, endi Valbersda siz o'zingiz primoy sotadigan bo'lsangiz bu narsani, shu 50 mingta, 60 mingta futbolkani 20 mingta, 30 mingtasini bemalol sota olasiz Valbersda. Причем aytganimdek $2 ga tayyor bo'lgan narsangizni $6-7 ustiga sotishingiz mumkin bo'ladi. Dona narxida ana shu kollechествоda sotishingiz mumkin. Bu narsa fakt bo'lganligi uchun, bu narsa haqiqatda ham shunaqa mumkinligi uchun hamma ishlab chiqaruvchilar o'zini marketplacelarga urishga harakat qilyapti. Bu narsani yaxshi sezgan bo'lsanglar kerak. Xo'p, endi darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Nima sababdan sizlar aynan biz bilan aloqa qilib, biz orqali Valbersga chiqishinglar kerak. Bu narsani plyuslari, minuslari va farqlarini sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bo'lmasam, qaranglar, Valbersda ishlash sistemasi. Valbers asosan ishlaydigan ikkita eng katta sistemani sizlarga tushuntirib beraman. FBS va FBO sistemada ishlaydi. Bu qanaqa desangiz, FBS bu sizni qo'lingizda deylik $1lik tovaringiz bor. Valbersga uni faqat rasmini joylaysiz. Valbers buni siz qo'ygan narx bilan deylik $10 yoki $8 qilib savdoga chiqaradi. Bu tovardan bor deydi siz. Meni skladimda bu tovardan deylik 100 shtuk bor deb aytasiz. Valbers buni klientlarga ko'rsatadi. Bu yerdan mana klientlar Valbersga zakaz qiladi. Menga 10 ta kerak deydi. Bu aytadi menga 2 ta kerak deydi. Bu aytadi menga 1 ta kerak deydi. Va bularning hamma zakazini sizga Valbers уведомление qilib ko'rsatadi. Qara, mana shu tovaringa zakaz tushdi. Ya'ni sizning 10 xil tovaringiz bo'lsa, 10 xil tovaringizni konkretniy imенно bunisiga mana shuncha kolleksiyadan tovar tushdi deb sizga zakaz tushdi deb tovaringizga ko'rsatib beradi. Va siz bu narsani upakovka qilasizda Valbers skladiga olib kelib berasiz. Valbers buni klientlarga yetkazib beradi va sizga pulini tushirib beradi. Tushunarli? Tovar sizni qo'lingizda, bu narsani skladga bermadingiz. Siz shunchaki bu tovar menda bor deb turib ko'rsatdingiz. Bu narsa FBS sistemada ishlash deyiladi. Qachonki sizni tovaringizga zakaz tushsa, mana shu tovarni olib borib berasiz. Endi ikkinchisi bu FBO sistema. Valbers skladi, siz 100 shtuk tovaringizni Valbers skladiga berib qo'yasiz. Valbers uni klientlarga zakaz tushishiga o'zi yetkazib beradi. Ya'ni FBS bilan FBO'ning farqi shundaki, sizga masalan bugun men zakaz tovaringizni sotib olsam, sizga zakaz tushadi, siz ertaga yoki 3 kunda 72 soat ichida skladga olib borib berishingiz kerak bo'ladi. FBO sistemada siz oldindan berib qo'yasiz, ana shu 100 ta, 200 ta, 300 ta tovarni skladda o'ziga tovaringiz tugaguncha Valbers o'zi uni reklama qilib sotaveradi. Siz faqat kartochkalarni yasab, uni savdoga chiqarib qo'yasiz.
Ishlab chiqaruvchilar uchun har kuni zakaz tushganda olib borib berishlik juda qiyin, bu narsa problema tug'diradi. Shuning uchun asosan ishlaydigan sistema bu FBO sistemasi, ya'ni skladga oldindan 1000 shtuk, 10 ming shtuk, 50 ming shtuk tovar berib qo'yadi. Biz ishni boshida boshlagan paytimizda, u paytda hali nol edik, u paytda unchalik ko'p narsani bilmas edik. FBS sistemada ishlaganmiz, pulimiz ham yo'q edi. Tovarimiz oz, pulimiz yo'q va ilmimiz unchalik zo'r bo'lmaganligi uchun FBS sistemada ishlaganmiz. Bezopasniyroq tovaringizga zakaz tushadi. Siz uni upakovka qilasiz, skladga olib borib berasiz. Bu degani siz kimnidir tovarini ham sotsangiz bo'ladi. Masalan, tanishingiz bor, magazini bor, bir 1000 ta, 2000 ta futbolkasi bor, nimasidir bor, qanaqadir instrumentlari bordir. Mana shu narsani siz rasmlarini Valbersga joylab qo'yasiz, zakaz tushadi, olasiz, u odamga olib borib berasiz. Holat oson bo'lganligi uchun FBS sistemada ishlangan, lekin ishlab chiqaruvchilar uchun eng to'g'ri yo'l bu FBO sistemasi. Boshida ozgina analiz qilasiz, lekin обязательно FBO sistemada ishlaysiz. Xo'p, aytganimdek, bu videoda aynan o'zbekistonlik, aynan qirg'izistonlik ishlab chiqaruvchilar, optoviklar nima sababdan Valbers kirishligi haqida gapiryapmiz. Endi qaranglar, O'zbekistonda Valbers juda ham masshtabli kengayib boryapti. Lekin mana ключевой joyiga keldik. Mana Toshkentda sklad ochildi, Valbers skladi, faqat u FBS sistemada ishlab boshladi. Lekin qanchadir vaqtdan keyin FBO sistemasida ishlaydigan sklad ham ochilgan. Hozir siz agar O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, O'zbekiston orqali dokument qiladigan bo'lsangiz, YATT bizda Qirg'izistonda IP deb qo'yadi, individualniy предпринимательство, sizlarda yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki-da mas'uliyati cheklangan jamiyat MChJ ochishinglar mumkin. Ikkala holatda ishlasanglar bo'ladi. YATT yoki MChJ ochganingizda siz Toshkentdagi skladga FBO sistemada tovaringizni bersangiz bo'ladi. FBO sistemani tushuntirib berdimi? Lekin muammo nimada desangiz, sizga asosan tushadigan zakazlar O'zbekistonda ichidan bo'ladi. 90% avval O'zbekistondan, keyin boshqa davlatlardan shu 10-20% maksimum tushishligi mumkin. Endi biz bilan ishlayotgan ishlab chiqaruvchilar, biz bilan ishlayotgan o'quvchilar, sizlarga umumiy ma'nosini tushuntirib beray. Qirg'iziston orqali agar siz IP yoki-da OSO ochib ishlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz nomingizga O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonda IP ochsa bo'ladi, ofitsialniy o'zining nomiga. Siz butun MDHdagi katta skladlarga tovaringizni bersangiz bo'ladi. O'zbekistonda o'zidan turib, Moskvadagi, Qozog'istondagi yoki Rossiyaning boshqa joylaridagi katta skladlar, tez aylanadigan, tovar oboroti tez bo'lgan skladlarga tovaringizni jo'natsangiz bo'ladi. Qirg'izistondan qilgan dokumentlaringiz orqali, ya'ni Qirg'iziston IP orqali siz butun MDH davlatlariga chiqishingiz mumkin. Yana Rossiyaning katta skladlariga berganingizda O'zbekistondagi katta skladdan ko'ra 20-30 barobar ko'proq sizga zakaz tushadi va tezroq sizning tovaringiz aylanadi. Narx ham ana shu holatda sizga выгодно bo'ladi. Nimaga? Rossiyani o'zidan IP ochib ishlasa bo'lmaydi desangiz, Rossiyadan ham IP ochib ishlasangiz bo'ladi. O'zbekiston fuqarosi Rossiyadan borib IP ochishi yoki-da o'zi ochishligi mumkin, lekin bu proses birinchidan qiyin, ikkinchidan u yerda NDS va nalog sistemali qimmat chem Qirg'izistondan ko'ra. Shuning uchun даже Rossiyadagi IPlar, Rossiya orqali ishlayotgan prodavetslar, sellerlar hozir Qirg'iziston orqali dokument qilib, Qirg'iziston IP, Qirg'iziston OSOlarga o'tib ishlashyapti. Shuning uchun eng выгодныйsi hozir Qirg'iziston orqali ishlash bo'ladi. Hozirgi holat qanaqa bo'lyapti, tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bizga o'quvchilar o'tganda biz ularni propiskaga qo'yamiz. Ikkinchi, biz ularga IP yoki-da OSO ochib beramiz. Ya'ni ochishiga yordam beramiz. Uchinchisi, eng asosiysi, juda ko'pchilik qila olmayotgan proses bu chestniy znak. Chestniy znak bu официальный государственный proyekt. Shuning uchun buni shunchaki ko'chadan kimdandir iltimos qilib sotib olishlikni yoki-da olishlikning imkoniyati yo'q. Bu narsani ham o'zini yo'llari bor, o'zini topshirish kerak bo'lgan dokumentlari bor, uni bitirishda prosesslari bor. Mana shularni hammasini biz o'zimiz o'quvchilarga yordam berib, yo'l ko'rsatib qilib beramiz. Endi agar tashqaridan kimdir bizga propiskaga qo'yib, OSO ochib, chestniy znak ochib bering deydigan bo'lsa, bu narsani narxi o'quvchilarimizga emas, tashqaridagi odamlarga $400 boshlab $1,500 bo'ladi. Bu xizmatimizning narxi. Endi siz agar bizni kurslarimizda o'qib yoki-da bizni o'zimizdan mana shu
Valbersda savdo boshlashlik protsessini yokida savdo boshlagan bo'lsangiz, endi Qirg'iziston orqali ishlash prosesslarini o'rganadigan bo'lsangiz, bu narsani hammasi sizga kursni narxida o'rgatiladi va bular sizga tekin bo'ladi. Ya'ni kurs ichida bu narsa o'rgatiladi. O'zbekistonda o'zidan turib, yana ko'pchilik tushunmay qoladi, Qirg'izistonga anaqa tovarlarni chiqarib, keyin Rossiyadagi katta Valbers skladlariga beraman deb o'ylaydi. Yo'q, aslida unaqa emas. Siz Qirg'izistondan faqat dokument qilasiz. Yana shu o'zingizni fabrikangizdan O'zbekiston orqali katta Valbers skladlariga berasiz. U yerdan savdo bo'ladi. Savdo bo'lganda pul Qirg'izistondagi shotingizga tushadi, bank hisob raqamingizga. Bu bank hisob raqamlarini ham biz o'zimiz ochib beramiz. Va bu yerdan siz keyin xohlasangiz nalichka qilib, xohlasangiz elektronniy o'zingizni O'zbekistondagi shotingizga yoki tushirib olasiz, yokida ключилар orqali обналичить qilasiz, yokida bu yerdan nari yana balki tovarga, siryoga chiqarib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, hozirgi paytda ishlayotgan o'quvchilar, studentlar, ishlab chiqaruvchilar nima sababdan bizni tanlayotgani, mana shu Waze protsessni boshidan oxirigacha biz ham o'rgatamiz, ham yonida turamiz, ham bitirib beramiz. Shuning uchun boshqalardan ko'ra biz bilan ishlash, bizda o'qish ularga ancha выгодно bo'lyapti. Biz o'zimiz nimada sizlarga yordam bera olishimiz mumkin va qanaqa holatda biz bilan ishlashinglar yoki bizda o'qishinglar mumkinligini aytib berdik. Aytganimdek, men sizlarga kontaktlarni yana qoldiraman. Xo'p, +996 bu Qirg'izistonning kodi 508 80 88 00. WhatsApp va Telegram orqali yozsanglar bo'ladi. Boshida sizlarga shablonli javoblarni jo'natib yuborishadi. Keyin agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz yoki уже Valbersda ishlab boshlayotgan, to есть ishlab boshlagan odam bo'lsangiz, O'zbekistondan turib bu haqida aytasiz. Men уже ishlayapman yoki mening informatsiyam bor. Menga Qirg'iziston orqali ishlashni o'rgatib qo'ysanglar va dokumentlar bitirishga yordam bersanglar bo'ldi deb tushuntiradigan bo'lsanglar, sizlarga уже konsultatsiya qilib tushuntirib berishadi. Xo'p, ishonchingiz uchun rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat. Agar savollar bo'lsa, albatta bemalol aloqaga chiqib bizga yozishinglar mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.